Assalomu alaykum. Ikra oldidagi barliq qarindoshlar, hammanglarga mush vaqt xayrli bo'lsin. Abdurim G'aniyevdan sizlarga salom. Nahmaydan qilyapsam tuyuqsiz uzilib ketdi. Shunga jivitib men qayta so'zimni boshladim, kechiringlar. Men 2 kun burun o'zimning Facebook sahifasida o'zimizga qaytayli, o'zimizning ishlarda bosh qotirayli degan temada qisqacha bir yozma yozgan edim. Yozmamning asosiy mazmunlari hozir bir qism bizniki o't yurak vatanparvar bolalar Abdurim G'aniyevniki faoliyatlarida Xitoylar qatnashir ekan, Xitoylar so'z qildi ekan, Sharqiy Turkiston Jumhuriyat kuniga Xitoylar taklif qilinibdi. Shuning uchun biz bu faoliyatga qatnashmaymiz degandek gap so'zda bo'libdi. Bu bolalarniki hissiyotini tushunaman. Hammasini yaxshi obdan vatanparvar ichdan vatan millat uchun kuyinadigan samimiy o't yurak bolalar. Bu bolalarniki mushtaq fikr qilganliklariga, mushaqda o'zidagi ko'z qarashlarini o'ttirib dadliqni o'ttirib qo'yganlarga rahmat. O'ttirimizda faqat tushunmaslik masalasi bor. Mush masalalarni oydinlashtirish uchun men oldin qatim 5 savol asosida Facebook'ga bir yozma chiqargandim. Xitoylarni Abdurim G'aniyev Amsterdam Dammedagi faoliyatga taklif qilyapti. Xitoy til so'zlaganlarning hammasi Xitoymi? Biz Xitoylar bilan Xitoy til so'zlaganlar bilan Xitoy kommunistik davlatga qarshi faoliyatlarda qanday qilib boramiz? Ularla hamkorlashib qolsak qaysi nuqta bizning qizil chiziqimiz bo'lish kerak degandek bir necha xil temalarda savol qo'yib Facebook chiqarib qo'ygan qarindoshlarniki buning dodillik bilan o'zining fikrlarini o'ttirib qo'ysin. Bo'lsa men bilan bir ekranga chiqib mush nuqtalarni yuritpaga asosida bir ilmiy bir so'zlashib bakkan bo'lsa desam bu ekran birga chiqadiganlar bo'lmadi. Shu gaplarni degan qarindoshlarmi inkas qaytarmadi. Boshqa ba'zilar bilan ko'rishib baxtim. Mushtoqsiz bir ekran suhbat chiqarsak chiqadigan odam bo'lmaganligi uchun men o'zim chiqib so'zlashga majbur bo'lib qoldim. Biz boshqa davlatlarningki saylamlarga, ichki ishlarga, ularning tashqi siyosatlariga shu qadar zehnimizni ajratamiz, shu qadar iz qo'g'lab xabarlarni ko'ramiz, yozmalarni yozamiz, munozir qilamiz, ammo o'zimizningki ishlarga Uyg'urlarning Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatiga bo'lgan qizg'inligimiz boshqa millatlarningki ichki ishlarga aralashganini tushib, unda bir qizg'in emas bizning ishlarimiz. Shunga bizning bu bo'layotgan ishlarimizni hozir demak hammamizga ayon bu nuqtalar nihoyat odamni afsuslantirdi. Endi degan yana bir muhim nuqtadan birisi bu yil Amsterdam Dam maydonida Sharqiy Turkiston Jumhuriyat kunini xotirlash faoliyatini dag'diliq o'tkazmoqchi bo'lgandik. Bugun tuyuqsiz kelgan xabarlarga asosan 10 noyabr, ya'ni o'g'illik yakshanba kuni Amsterdam Dam maydonida Sharqiy Turkiston Jumhuriyat kuni faoliyatini xotirlash cheklanibdi. Bu vaqtda men qisqacha tushuncha bermayman so'zimning oxirida. Men nima uchun Amsterdam Dam maydonida Sharqiy Turkiston Jumhuriyat kunini xotirlash faoliyatini o'tkazish yillardan bo'yicha o'tkazib kelyapman. Bu vaqtda bir qisqacha tushuncha beray. 2018-yil 6-oyning 23-kuni Amsterdam Dam maydonida Xitoy tajovuzchilarininki Sharqiy Turkistonga ilib borayotgan irqiy qirg'inchiliklarni Amsterdamga sayohat kelgan dunyoning har qaysi yerlaridan kelgan xalqlarga anglatish bilan tilish shakllik namoyish boshlagan edim. Shu namoyish qilish jarayonida nurg'unlagan bizga o'xshash o'zining milliy mustaqilliklarini yo'qotib qo'ygan, mustamlik uchib qo'ygan nurg'un millatlarning har xil namoyishlarni ko'rdim. Har xil xotirlash faoliyatlariga qatnashdik. Har xil o'zining milliy mustaqillik kunini xotirlash faoliyatlarini ko'rdim. Shuningdan ilhom olib, men bu namoyishlarimda shularningki ba'zi o'rnaklarini qo'llandim. Shularningki milliy mustaqillik kuni xotirlash faoliyatlaridan ilhom olib, men Amsterdam Dam maydonida 2018-yil 11-oyninki 12-kuni tunji qatim Sharqiy Turkiston mustaqillik kunimizni Dam maydonida dabdablik
xotirlash ilib bordim. İlgari hammamiz o'zimiz yashayotgan davlatlardagi qurgan Uyg'ur tashkilotlari, setib olgan ziminlari yoki ijara olgan yerlarda Sharq Turkiston Cumhuriyet kunini faqat Uyg'urlar bilan xotirlab kelgan. Men endi boshqa bir shakllarda tunji qatim ommaviy so'rinlarda, ya'ni dunyoning ko'zlayotgan cho'ng-cho'ng maydonlarda Cumhuriyet kuni xotirash faoliyatini tunji qatim Amsterdamda başladım. Hem nurg'ay haqlarga o'rnak qilib berdim. Shundan keyin har qaysi joylarda har qaysi tashkilotlar asosida ommaviy so'rinlar o'tkazilgan bo'ldi. Bu bir reallik bir hayotimiz. 2018dan tortib hozirga qadar 6 qatim Amsterdam Dam maydonida har yilisi Sharq Turkiston mustaqillik kunini xotirladim. Xotirlab kelyapman. Bu faoliyatga men gerçi o'zim buningga yetakchilik qilayotgan bo'lgan bo'lsam, men yolg'iz emas. Kiravatimiz Dam maydonida shu qadar yani Uyg'urlar qo'llagan bo'lg'achqa kelib qatnashyotdi. Har qatorliq faoliyat bo'lganda Gollandagi butun tashkilotlar bilan ko'rishman, tashkilotlarni taklif qilaman. Hamma tashkilotlar o'zinglarniki logosini ilib, Amsterdam qo'yinglar, dunyoga o'zimizdan bir kuchli ittifoq bir millat ekanligimizni e'lon qilishdan tang dunyoning diqqatini tortaylik. Shunday Sharq Turkiston mustaqillik kunimizni xotirlash orqali Uyg'urlarnikimi yaqin tariximizda chiqqan mustaqil qisqa muddat bo'lsin mustaqil yashaganligimizni, Uyg'urlarning erkin yurish irodasiniki izchil davomlashtirayotganligini, biz o'zimizning mustaqillikni asli keltirishdan iborat bu yo'limizda mangu yonmaydiganimizni dunyoga oshkorlaydi, jakolaydi deb Amsterdam Dam maydonida har yilnisi bayroq chiqaryapmiz. Shundaqla o'xshash bo'lmagan tillarda Uyg'urcha, Gollandcha, Arabcha, Inglizcha, Turkcha, hatta Xitoycha tillarda Sharq Turkiston Cumhuriyet kuni tabriknomalarini o'qiyapmiz. Mushuna har yilnisi bu Cumhuriyet kuni yaxshi xotirlanib kelayotgan. Endi bu yilimizni Amsterdam Dam maydonida shu Sharq Turkiston Cumhuriyet kuni xotirlaymiz deb men e'lon chiqarib bo'lgandan keyin bir qism qarindoshlar yozib deganiga o'xshash Sharq Turkiston Cumhuriyet kuni xotirlash faoliyatiga Abdulmordosxon faoliyatlarga Xitoylar keladi ekan. Shuning uchun biz buni qatnashmaymiz degan gap so'zda bo'lag'liqkan. Bu qarindoshlarning hammasi obdan haqiqiy vatanparvar, millatparvar, ichidan vatan millat deydigan o't yurak bolalar. Bularning bu fikriga hurmat qilaman. Shunda qo'rqmay fikrni o'ttirib qo'yganligimga rahmat. Lekin o'ttirimizda ozroq o'qishmas bo'lib qolish nuqtasidan bunu to'g'ri tushunganlar to'g'ri tushunadi, to'g'ri tushunmaydiganlarga yana o'tirda nurg'ulg'an xitoblar kelib chiqdi ekan degan asosda men bu nuqtalarga qisqacha tushuncha beraman. Unda Xitoy tilida so'zlaganlarning hammasi Xitoy hisoblanadi. Bu savollarga javob berishdan ilgari biz Xitoyda 56 millat bor deb Xitoy o'ziniki 56 millat borligini dunyoda shuni deb kelyapti hamda. Faqat Uyg'urlar bilan Tibetlar, undan boshqa millatlarning tili, akama Guangdonglarninki yana bir tili bor ekan, Guangdong tilida. Mushlarning boshqalarniki hammasiniki tili Xitoy til tarafidan osmosga ketib qolgan. Shuncha Uyg'urlar bizning tilimiz tubdan ayrim Xitoylar bilan Tibetlarning ham shu taqib turqimiz, chiroyimizmi Xitoyga o'xshamaydi. Shuncha biz Rushan Xitoydan farqlanadigan ikki millat, ya'ni Uyg'urlar bilan Tibetlar, Janub Mongoliyaliklar bor, Mongollarmi ularning o'zining ayrim tili bor aslida. Unutqatdan bularning ayrim tili bor. Undan boshqa mana shu kanton tili so'zlashganlar, Guangdong o'lkalarini asos qilgan mushun atrofidagi lalaki hammasi kanton tili so'zlashdi. Bularniki tilimi Xitoy tili bilan o'xshab ketganlar qilgan bilan o'xshashmaydi bular. Bular o'zini Xitoy demaydi ekan. Unda qilib qolsa Xitoy tili so'zlashganlarniki hammasi Xitoy ulamdi deganda degan o'xshash Xitoy o'zida 56 millat bor deb kelayotgan bo'lgandan faqat Uyg'urlar bilan Tibetlarniki Janub Mongoliyalarniki uchiniki tili bor. Bu til hozir qo'llanib kelaylik, undan boshqa millatlarning tillari osmosiga bo'lib ketaylik. Undan boshqa bu boshqa millatlar o'zini biz Xitoy emas, masalan Guangdonglar kantoniyaliklar bor. Kantoniya mustaqilchilari bor, undan boshqa Jindiyolt mustaqilchilari bor. Undan boshqa yana Shimoliy
Xitoyning shimoliy qismidagi nurg'unlagan ba'zi o'lka yaylanlardimi biz o'zimiz Xitoy emas, Xitoy bizni besib olgan deb hatto buni shu nima 1911dagi Sun Jonsangniki hokimiyat olgan o'zining davlatini besib olganligini jakarlab bular o'ziniki Twitter ya'ni hozir X akkauntida nurg'unlagan o'zi mustaqil xitobnomalarini e'lon qilgan millatlar bor. Bular tüptün chiroylari taqdir hammasi Xitoyga o'xshaydi. Xitoyga o'xshaydi. Lekin bular biz Xitoy emas deydi. Biz Xitoy emas, Xitoy so'zligimiz uchun biz Xitoy qilmaymiz deb bular o'ziniki mustaqillik xitobnomasi e'lon qilgan. Bu Twitterlarga qarasanglar, bularning nurg'un nimalari bor. Menga ergishiklik bular bizning ba'zi faoliyatlarimizga keladi degandek. Mushlarniki bizniki qarindoshlar xato tushunib bular Xitoylarni Abdurim akib Amsterdamda Uyg'urlarniki Sharq Turkiston mustaqillik kunlarida yoki boshqa o'rlashgan faoliyatlarga taklif qilish orqali Xitoylarni so'ziltiyotdi degandek mutaqalliqqa ba'zi bir gaplar taqilish orqali o'tirib xushmas qilyapti. Men har qatim Amsterdamda Jumhuriyat kunini xotirlash faoliyat qilay va yoki boshqa Xitoyga qarshi faoliyatlarni o'rlashtiray yoki g'ulji qirg'inchiligi bo'lsin, barini qilib qolib qolsin, yo Urumchi qirg'inchiligi bo'lib qolib qolsin, o'sha namoyishlarni boshqa qarindoshlarlar, tashkilotlarlar birga o'rlashtiraylik. Buni gap so'zlayotganlar har qatim so'z taklif qilishdan burun bolalarga ashar namoyishga qatnashgan bolalarni oldi deyman. Hozir chiqib mas so'zlaydiganning taqdir turqi Xitoyga o'xshaydi. Xitoy so'zlaydi, lekin bu o'zini Xitoy demaydi, bu boshqa bir millat. Bular Uyg'urlarning jumla Sharq Turklarning mustaqilligini qo'llaydi. Shuning uchun bizdan bir sap turyotdi. Ma'lum so'zlashga chiqib qolib qolsa, meni xato tushunishlar o'ttirimizda xushmas bo'lib qolmasin deb bolalarga mushaqqatman tushunchi berayotgandan keyin, ana bolalarga so'zlash fursati beraymi bo'lsa, men bersam bo'ladi, so'zlasin deydi. Ana keyin chiqib buni so'zlab men videolarini torlarda qo'yapmiz. Bunga diqqat qilib baqsangiz bo'ldi, so'zlaganlarga so'zlagan so'zida bularniki Xitoy so'zlagan bilan ba'zilar Xitoy so'zlaydi, ba'zilari Guangdong tili so'zlaydi. O videolar hozirgacha torbatlarda bor. YouTube'larda bor. Hiç buni so'zlagan narsaning hech bir yerda bizning Sharq Turkistonniki mustaqillik irodasiga xilof yoki Uyg'urlarniki tub manfaatiga xilof hech qanday so'z jumlalar yo'q. Faqat bularniki ba'zi so'zlagan nimalarda lekin Xitoy so'zlaganlar ba'zi bolalarniki yani buni qarshi chiqayotgan nimalari bor. Aniki ba'zilar deydi, bular bizning partiyada qatnashayotgan, bularning partiyada qatnashsak bizga so'z qilish fursati beramdi, u bu degandek bunday qarshi fikrni o'tirib qo'yayotgan qarindoshlar bor. Bu nuqtaga hali kelma. Shunga birinchi deb qo'ygan gibi men Amsterdamda har qatam faoliyat qilgan vaqtlarda davomli qatnashadiganlardan Kantoniya mustaqilchisi bor. Bu ham Uyg'urlar ko'p namoyish va Uyg'urlar bo'ldi. Har qatam namoyishimiz aktiv qatnashdi. Men namoyish haqida bir uchur e'lon qilgandikinlar bular bilan aloqalashib biz bir namoyish qatnashimiz deb hatto so'zlagan so'zning tekstining avatidir. Men ko'rib baqib ama bulabdi yoki bo'lmabdi, menda o'zgartimi yoki munosabatlik shu qatimda qilgan namoyish uchurlar avat bermay shundan u so'zlaydiganlar bir narsa tayyorlab keldi. Men buni deyman shu 5 minut atrofida so'zlasam bo'ladi, unda jiq emas deb buni vaqt belgilab beramiz. Undan boshqa Jindo'lda deydi ekan, hozir Shanxi ularni Xitoyni ayrib biz mustaqil bo'lamiz deydi ekan, Shanxayliklar borki, ularimiz mustaqil bo'lamiz, biz Xitoy emas, Xitoy bizning zimmamizni besib olgan deydi ekan. Degandek nurg'ulg'an bilan ushaq Xitoydagi millatlar bor, bularning hammasi o'ziniki o'zi mustaqillik xitobnomani e'lon qilishdan tang bularning Xitoyga qarshi faoliyatlarini elib beryotdi. Bu narsanikini. Shunga bularning hammasi biz Xitoy deb bir tayoqda aytsak, deb bir xillikka o'chmanlik nuqtasidan qarasak, hissiyotimizni tushunmaymiz, hissiyotimizni hammasi bizimiz ko'zimiz Xitoy bilim ko'rdi, lekin bizning cho'ng dushmanimiz bo'lgan Xitoy tajovuzchi, Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi turishda bu shunda Xitoylarniki Xitoylar qarshi bo'lishda kuchlarni biz hamkorlashishimiz kerak. Hamkorlashishimizdan lekin nimasi bo'lishi kerak, qizil siziqlar bo'lishi kerakda. Ya'ni bizning eng avval Sharq Turkiston mustaqilligini e'tirof qilish kerak. Xitoyniki Sharq Turkiston besan bir zamin ekanligini e'tirof qilish kerak. Mushta bo'lgan bularni hamkorlashsak bo'ldi. Bo'lmasa bularni hamkorlashishga menmi qarshi. Unda qolib qolsa yana bir savol, Xitoy demokratchilari, Falungonlar o'rlashtirgan Xitoy kommunist davlatiga qarshi faoliyatlarga taklif qilsak, qatnashsak bo'lamdi? Agar qatnashsak, qizil siziqimiz nima bo'lishi kerak deb. Bu savolni nima qilgan?
Unda bo'lsa men Xitoy demokratchilarini Amsterdam dam maydonidagi faoliyatlarga, jumladan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining xotirash faoliyatiga taklif qildimmi, qilmadimmi? Bu to'g'risida xalqimiz qisqa tushuncha berib o'taylik. 2021 yilda nima Amsterdamdagi Leiden maydonidagi De Bali degan bir organniki o'rinlashtirishda aşağıda bir Uyg'ur ovozi nomli bir rasm ko'rgazma o'tkazildi. O resim ko'rgazmasiga biz barcha Uyg'urlar taklif qilindik. Jumladan men bu u yerda resim ko'rgazma o'tkazishdan ilgari u yer chedirlarni tikib, nurg'un lozikalarni ostida, hatto mening taklifim men Amsterdamda qo'llangan lozikalarni shu yerga tizdik, qo'ydik. Ashunga eshitish murosimida Amsterdam shahar boshlig'i, burunqi shahar boshlig'i kirib so'z qildi degandek. Anaka o faoliyat 3 kun bo'lgan faoliyat, 2 kun bo'lib ketgan. Şu faaliyetke men teklif aşı faaliyet qatnaşsam, aşağı turib bersan deganlar uchun aşağı tug'am. 2-chi kun bo'lganda Xitoy Demokratik Partiyasiningki raisi Gollandiyadagi Chin Junxo degan bir Xitoy bir qancha Xitoylarlar shu rasm ko'rgazmasiga keldi. Kelib ular men bilan ko'rishib paranglashdi. Paranglashib bizni tor dunyosida ko'rgan to'qqiga 100 tarani ko'rishdik. deb tunishlik berdi. Men bizlarni u bo'ldi. Aşağı tunishgan eng cho'ng ekanda Xitoy demokratchilariniki, ya'ni Yevropadagi Xitoy Demokratiya Partiyasining Yevropadagi vakili ham rais ekandik bu. Shunga bilan tunishib qilgandan keyin men buningga dedim, sen Sharqiy Turkiston mustaqilligi qanday qaraysan, Sharqiy mustaqillikni qo'llamsan, sen men qo'llayman deydi. Sharqiy Turkiston Xitoy tajovuzini besib olgan, buni qo'llamsan, buni e'tirof qilamsan, e'tirof qilaman dedi. Rost e'tirof qilamsan, sen rost e'tirof qilaman dedi. Unda qolsa, sen e'tirof qilsang, ig'zing deb qo'ygan hisob emas. Chuqur mushuni so'zlab bir video qilib taqalsak bo'lamdi, sen bo'ladi dedi. Shuninglar naq maydonda biz video so'zildik. Video qildim Xitoyni bor o'zingni ko'rdinglar. Bu Xitoy dedi, Sharqiy Turkiston bir mustaqil davlat. Buni Xitoy kommunist davlati 1949-yilda besib olgan. Uyg'urlarning jumladan Sharqiy Turkistonliklarniki mustaqil bo'lish haqqi va xalqaro qonun bo'yicha men Sharqiy Turkiston mustaqilligini qo'llayman. Sharqiy Turkiston beslangan zamin Uyg'urlar mustaqil bo'lsin degan so'zlarni videoni taqatdim men. Bunda videoni ham jiq taqatdim, men xili ko'pni taqatdim. Hozirgacha bizniki da'vo qilayotgan meni Amerikadagi bo'lsin, meni Germaniyadagi bo'lsin, yana Xitoy demokratchilari boshqa Xitoylik boshqa o'xshamagan guruhlar bilan faoliyat qilayotgan Uyg'urlarning birasi chiqib, hozircha Xitoyning birasini Sharqiy Turkistonning beslangan zamin ekanligi, Sharqiy Turkiston mustaqillikni qo'llaydiganlik to'g'risida so'zlab baqqan bir Uyg'ur yo'q chet ellarda. Men tunji qadam bir qancha Xitoyni so'zlatdim. Buniki video nimalar bor. Aka buni so'zlab qo'ygan ekan, aka bu Xitoy dedi. Men Uyg'urlarning ba'zi faoliyatlariga borsam, shu so'z qilsam bo'lamdi deb so'z qilsam bo'ladi dedim. Lekin so'z qilishning sharti dedim, cho'qim sen Xinjiangda ishlatmaysan, Sharqiy Turkistondaysan, Sharqning beslangan zamin ekanligini e'tirof qilib, Sharqiy Turkistonning mustaqil qo'llaydiganini bildirib olgan so'z qilsam bo'ldi, qatnashsam bo'ldi, faoliyatingga sen bo'ladi dedi. Shu yilda Sharqiy Turkiston Cumhuriyet kun shu vaqtda 2021-yil 10-oyninki oxir haftasida shu bo'lgan rasm ko'rgazma faoliyati. Anda bu Xitoy dedi, men Sharqiy Turkiston Cumhuriyet kun faoliyatida qatnashmayman dedi. Qatnashsam so'z qilsam bo'ladimi degan so'z qilib shart qo'ydim men. Bo'ladi dedi. Ana keyin shu nimaga dam maydoniga bayroq chiqarish murosimiga bu Xitoy o'zi kelmay, o'zining vakilini aytdi. O'zining vakilini aytdi, undan boshqa yana Xitoy kabi degandek o'xshamagan guruhdagi Xitoyga qarshi o'zining mustaqilligini mustaqillik uchun kurash qilayotgan boshqa guruhlar keldi. Kelib aşağıda naq maydonda Sharqiy Turkiston Cumhuriyet kunini birga xotirladik, bayroq chiqardik. Bu yer yamanchiq Uyg'urlar bor. Ana keyin bularga u yerga kelgan bo'lgan so'z qilish fursati berdim. Ba'zanlari uzoq so'zlab qolganlari bor, ba'zanlari qisqa 1 minut yana so'zlaganlari bor. Lekin bu so'zlashdan burun bularningki kim ekanligi, nima bo'lib qatnashganligi to'g'risida men o'sha tafsil xalqimga javob berdim. Xalqimizmi so'z bo'ldi ekan, Sharqiy mustaqillik e'tirof qilgan bo'lgandan keyin, bizni qo'llagan bo'lgandan keyin deganlik uchun bilan so'zlatdim. Shunday bu faoliyat yaxshi ketib qolgan. Lekin bu yil esa nima Urumchi 40-yil faoliyatida, uni oldiq faoliyatdami yana ba'zi nimada bizniki shu ilgirki Cumhuriyetga faoliyat qatnashgan ba'zi
kantoniyliklar, hakim cin devlet müstakilçiliği başkalarının kelip katnaştı bu faaliyetlige. Hatta bulardan sırt yana Tibetler var, aslında unutup kaptım. Tibetler var, Janub Mongolilikler var, Hong Konglikler var, Katarlık hakim Mancular var diye burun. O Mancular hazır nemege German kettim o yo'qolib ketdi. O hazır kelmeti başka bilen hemmimiz kilidi. Men bular olay teklif qilmayman. İlan chiqargandan ko'rganliklar o'z aloqalashda bizim qatnashimiz ma'noga da. Shunga har qatim faoliyatga kelayotganlar bushlar. Bular hammisiniki kim ekanligi hammasi aniq. Facebook, Twitter, nimalar hammisiniki ism jismlardan turg'i chiqiliq bularniki. Ana keyindan miyada yana bir masala yarasa Falun Gongchilarniki. Falun Gongchilarning faoliyatiga qatnashsaq bilan Falun Gongchilar boshqacha bir guruh ular. Bular Xitoy demokratchilarlar bu bek nima qilib ketmaydi. Ko'rinishda turgan bilan o'tirda bek nima men bularniki Amsterdam namoyishlarga chiqib qatnash jarayonida his qilganim. Xitoy Falun Gongchilari uda 2 yil bo'lgan Amsterdam dam maydonida Xitoy kommunist davlatniki 10-birinchi kuni Xitoy davlat qurilganligiga qarshi namoyish o'rlashtiradi. Bu namoyishga men taklif qildim har qatim. Undan keyin boshqa Uyg'urlar taklif qilindi, lekin boshqa Uyg'urlar kelmagan ekan, men o'zgartishlar. Meni taklif qilgan vaqtida bular shart qo'yman. Men borman qatnashman dedi. Bir Sharq Turkistonlik bulash nuqtimdan bir Sharq Turkistonlik deb ashay taklif qilsan, men borman, lekin Sharq Turkiston davlat marshini qo'yman deyman ashada. İkincisi bana en kemide 10 ming so'rash fursati bersan deyman. Buni g'oyib bo'lib ketgan 19 oila a'zolarim Xitoy tajovuzning sharqning irqiy jonliq isboti mush qilib o'sha 10 ming so'zlayman deb en kemide 15-20 bilan vaqt olaman. Bu vaqt deb qilish yolg'iz men emas, yana boshqa Uyg'urlar kelib topqasmi mushtalan ham tang so'zi chiqib deb shunga 20 minut söz qilish fursati bersam boraman, bo'lmasa bormayman deb shart qo'yman. Shunga harakatdan meni chaqirdi bular Xitoy Falun Gongchilar. Buni hammiz ko'rib turdim, dam maydonida naq maydon taqatdik. Bunun qatnashganlar shunda jiq, men shu maydonning qap o'tirisi chiqib, Sharq Turkiston davlat marshini qo'yib, uning keyinidan marsh tukkandikin, uning keyinidan men Sharq Turkiston bo'lgan irqiy qirg'inchiliklarni dalil isbotlab o'ngiltman bu narsani. Ashunda davomlashib kelayotgan bultu kelganda u ozroq jidal chiqdi. Bu jidal nimadan chiqdi degan vaqtimizda meni 3-o'ylab so'zga taklif qildi. Söz taklif qilgan vaqtida yana Sharq Turkiston davlat marshini qo'ydim, uning keyinidan Sharq Turkiston irqiy qirg'inchilikni o'ngiltib bo'lgandan keyin yamanchiq chavoqli chaldi yoki bosh riyosatchisi Gollandiylikda o Gollandiyalik nihoyat yaxshi bo'ldi. Biz Uyg'urlarniki ahvolini yaxshi anglatdim. Rahmat sana dedi. Anakem joyim qaytib ketdim. Anakem hammadan so'zlab bo'lgandan keyin u Gollandiyalik yana bir qatim meni taklif qilishmaydi. Nimaga? Sen yana bir qatim so'zla deb, men bir qatim so'zlab bo'ldim, yana bir qatim so'zla dedim. Sen bir qatim so'zlayman, sen fikringni hurmat qilay. Yana shartim Sharqning davlat marshini qo'yman. Uning keyin so'zni boshlayman. Sen Gollandiyalik bo'ldi dedi. Qo'yamiz, nima qildi? Ben meni tayyorlab berdi. Sharq Turkiston davlat marshini toza qo'yib olsak, ko'rdim naq maydonda. Shu yerda Xitoylardagi bir skaplar qilib mikrofonni tortib elib oldik. Ana u yerda jidal chiqdi, soqchi keldi. Oxiri soqchi aralashishdan u yerda meningki men u yerda Gollandiyalik tarafidan shu nimani faoliyatni boshqaruvchi, ya'ni koordinator tarafidan taklif qilinganligini anglagandan keyin anan keyin Xitoy u yerda maydondan ayrildi. Bu vaqtda men shu kun kelib Amsterdam mayda qanday jidal bo'lgan to'g'risida yozdim. Hatto bu Xitoyning kim ekanligini aniqlab men qildim. Ashada akam shu maydonda rasa mening shu qo'limda mikrofon tortib olgan vaqtda ashada Xitoy demokratchilari, Hong Kongliklar, kantoniyliklar, jin davlatdagilar, anikan shu 89-dagi Beijinglik Tiananmen voqeasiniki qurbonlarniki oil tabatlari, anikan Tibetler, Janub Mongoliyalar meningki men taraf tutdi bular. Meni qo'lidasining to'g'ri, ma Xitoy qasdan mashasiniki so'zini bilyapti, mikrofon tortib oldi dedi. Akim Xitoy Falun Gongchi bitirib, qolganli bitirablab, ular meni qo'lida tashadi. Hamma nimada bor. Bu narsa necha million qadam Twitterda taqtildi, Facebookda necha yuz ming odam ko'rdi, bu nurg'a inkoslar tushdi. Shundan keyin bu Xitoyning kimligini aniqlab baqay deb jiq surishtirib, Xitoylarga aniqladim bu narsanikni. Aniqlasam bu Xitoy Kommunistik partiyasidan chekindirish xalqaro qo'mondonlik markazining 2 nomer shaxs ekanda bu. Shundaqla bu Falun Gongchilarning kim cho'ng bir yetakchisidan birisi ekan. Anakem oqshim klip men bu to'g'risida maqola yozib e'lon qildim. Uning keyinidan inglizcha tarjima qildirib, Xitoylik Zimiston to'g'risida e'lon qildim.
Üzerine torbetede ilan kıldım. İlan kılıp boğanken bu Xitayla yani şu Falun Gongchilar anke maş makanı üçürüverse dep bana Twitter'da cihat yazdı. Nurgul adamlarni aralashtirdi. Bunga hatto Gollandiyadagi ba'zi tashkilotlarga, masalan, Gollandiya kishilik fond fondi ashlag'im telefon qilib, hatto mush Abdurim G'ani ashi yozgan yozmasini o'chirayotgan bo'lsa, biz Apple so'rasak, shuni o'chirayotgan bo'lsa deb men qat'iy o'chirmayman dedim uni. Qat'iy o'chirmayman. Sen bu adabsizlik qilgan mushasi mangu qilib qilish kerak. Sen sharmanda bo'lasan, sen Xitoylar deb. Hatto bu jilnisi mush nimaga Gollandiyada ichilgan shu Xi Jinping sotlaydigan sotqimi shu Xitoy Falun Gongchining eng cho'ngi birinchi nomerlik shaxs kelib ekan shu yerga. Shu yerdami shu ashlarda ash bultumishda bo'lib qolganda biz nihoyat afsuslandik bundan. Ash yozgan narsani bir o'chirayotgan bo'lsang, sen Apple so'rasak, hatto bular bilan ayrim qahva ichishga, sirq bir taklif qildi. Ham uni rad qildim, men qat'iy bormadim bu narsalarni. Buning hammasi dalil isbot bir narsalar bor buningda. Şunu öyle ana keyin bu Xitoylar bo'lgan eng cho'ng nima degan dam maydoni shu qadar o'rlashtirgan bu faoliyatida Xitoy yaxshi o'rlashtira olmay, meningki ashada haqliq so'z aytgan so'zini bilib uchun Xitoy Falun Gongchilarining Amsterdamda faoliyat qilish huquqi ep tashlandi. Ma dam maydoni misol jidal chiqib qolsa, kim o'rlashtirgan bo'lsa namoyishni shu jidalga sebep qilib qolsa, bu namoyishni huquqi ep tashladi. Shunga Amsterdam nurg'un qatim jidallar bo'ldi ko'rdinglar, men hargiz qo'l shirtmadim. Hayva qildim keyin qo'l shirtmadim. O'zimning haq huquq qilib qolsa, o'zimning haqqini qo'g'dirdim ashada. Bir qo'lning oy yulduzi ko'k bayroq bor, Xitoyga tikilib turib ashada o'zimniki Xitoyning oldida mixta qadilib, o'zimning haq nimasida ching turdim. Shunga hozirgacha men namoyish qilishni cheklayotgan dam maydonidagi Xitoy Falun Gongchilarniki unda kam ko'lam namoyish qilish huquqi ip tashlandi. Shunga bu yil 10 ayning 1-kunlik faoliyatni Xitoy Falun Gongchilar qatnashmagan asosda Amsterdam dam maydoniga ilib berildi bu faoliyat. Undan xo'sh, bu faoliyat haqida qisqa tushuncha beraylik. Bu faoliyat o'rlashtirgan mezgilida men bilan aloqalashdi. O'sha Xitoy davlatining qurilganligining 75 yillik qarshi Amsterdam dam maydonida faoliyat qilamiz. Sharq Turkistonliklar, Tibetlar, Xitoy demokratchilari, agar Xitoyniki yana boshqa Xitoy xristian jamiyatlari, ani boshqa Xitoyning nurg'un tashkilotlari bor. Xitoy o'qituvchilari shularni keldi, hamma so'zlaydi. Sen mi kelsan qatnashsang deb menga taklif etganligida men bularga shart qo'ydim. Birinchisi, chunki bu namoyish o'rlashtirganlar bular men bularlar hamkorlashadigan bo'lganligi uchun men dedim. Birinchisi dedim, men shu faoliyatga qatnashman. Qatnashish uchun men boshqa Uyg'urlarni ep boraman. O'sha qancha Uyg'ur kelgan bo'lgan bo'lsa, so'zlayman deganlarni hammasiga so'z qilish fursati dedim. Birinchisi. Men faqat o'zim tashkilot vakillik qilman, bosh tashkilot vakillik qilgan Uyg'urlarni keldi, bular so'z qilish fursati dedim. Birinchisi bu. Ikkinchisi, men shu faoliyatda men so'zlashdan burun Sharq Turkiston davlat marshini qo'yman. Hamma ash maydonda jim turib anglaysan, qarshi qildimaysa buningga dedim-da o'sha. Degandan keyin bular ma'qul dedi buningga. Shuni bilan o faoliyat bo'ldi, keldik. Bu qatimki shu 10 kunga bu Xitoyning 75 yilligiga davlat qurgan 70 yillik qarshi namoyishda bizning Uyg'urlar xili jiq kelibdi. Xitoylik so'zida so'zlash fursati menga kelgani ko'rdinglar. Davlat Sharq Turkiy davlat marshimizni qo'ydik. Uning keynidan so'z qildim. So'z qilib bo'lgandan keyin boshqa tashkilotlarning rahbarlaridan Jazo lager shoiri Qalimnur xonim so'zladi. Boshqa tashkilotning odamlari so'zladi. Degandek maydonning asosiy kontrollarini biz qo'limizga olib oldik desak bo'ldi shu maydonda. Boshqa bolalar, shu qatnashgan bolalar hammasi bor. Asosli qashada shuart bo'lsaqmi biz eng kuchli bo'ldik shuarni. Qanchalik Uyg'ur so'zlayman degan bo'lsa, aşağıya riyasatçılıkta mağlubu sözleri bana söz kılıç prosedürü deb hemmimiz aşağıda söz demediğin hemmimiz nima qildik. Demek ki Xitoylardan mı yani Xitoylar o'rlashtirgan bu faoliyatga, yani Xitoy demokratik o'rlashtirgan bu faoliyatlarga biz hamkorlashgan vaqtda shartimni qo'ydim. Shartga asosan aşağıda haqqim to'liq oldim. Ben deb bergandek bu narsalarni. Unda qilib qolsa bizga kelgan vaqtda-chu degan nima endi bu nuqtadan chiqish qildi. Bu yilnisi ikkinchi oyda yo'q nimaga bor inqilob namoyishida ham g'ulji qirg'inch namoyishidami Amsterdam dam maydoni namoyish o'rlashtirgan vaqtda shu chog'da yana bir qism aban degandek Kantoriya mustaqilchilari, Jindiyot mustaqilchilari, ana keyin Tibetlar, Janubiy Mo'ng'ulliklar hammasi kelib qatnashdi. Men har qatim dedim-ku namoyish qilib qolsam, mush guruh odamlar hammasi aloqali biz bir qatnashimiz namoyishga
Bular kelgandan bular so'z qilish fursatimiz kerak. So'z qilish fursatida bilan qisqa tushuntiryaptim. So'zga vaqtda bir hamda jin davlat mustaqilchisi. Bu jin davlatgan Shanxi o'lkasi mustaqillik qo'llaydigan ekanda biz Xitoy emas, biz Xitoydan mustaqillab bilinib chiqqanmiz, Xitoy bizni besib olgan deydiganlar ekan. Ana buni so'z qilish fursati berganda bu azroq uzun so'z yetib qoldi. Endi men uni qulni ashari mikrofon tortib elib olaymi deb baxtim hamda. Sen uzrab ketgandan keyin tortib elib olsak jidal majra chiqib qolsan u yerdan. Because keyingi namoyish qilish faoliyatimni ta'sir etib qolmasa, savrchanlik bilan turdim. Bir qism qarindoshlar bakkalaqqa nima ketdi, Abdurim buni bo'ldi qil so'zni tiyveramiz, u bu deb oxir bo'lmay, unda Xitoyni to'xtatdi. Unda bu yer bolalar mana azroq nima qildi. Nima biz Xitoy bunda qadar so'z qilish fursatimiz anda qilamiz, biz namoyish qilsak, biz so'z qilish fursat beramdi deb. Bular chiroy Xitoyga o'xshagan bilan, Xitoy so'zlagan bilan, bular Xitoy emas, bular ko'tarib turgan bayrog'i bor desam, yana azroq u yerda munozara qilishdik. Mana bulayotgan ahvollar mushu qarindoshlar. Men hozirgacha qilayotgan faoliyatlarimda hammadanki bayroq nimam bayrog'im aniq. Manga yo'lam aniq. Boshqalarla hamkorlashsak, faoliyat qilib qolsak, qo'ydigan shartim bor. Ham boshqa millatlarning bizning faoliyatimizga qatnashib qolib qolsak, qo'ydigan shartim bor. Shunga Xitoy yoki Xitoy o'xshagan boshqa guruhlarniki Abdurim G'ani o'rlashtirgan faoliyat qatnashishniki oldingi sharti deb men yozmamni e'lon qildim. Tor betimda bor bu narsa. Shunga ma'noda iniqib kelsin. Men har qatim bir qadam besishdan ilgari noat obda o'ylashman. Mush qilayotgan ishim yoki boshlanayotgan hamkorligim millatimniki tub manfaati uyg'un emasmi? Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga foydali olib kelamdi, ziyonli olib kelamdi. Men bu noat dangsab aqliy tafakkur chiqib ba'zi nuqtalar kallamda o'tmay qolib qolsa, bilimlik akıllarımız bilan, do'st birodarlarimiz bilan paranglashib, anan keyin shular bilan ham fikr almashtirib qo'ygandan keyin oshpish etmayman. Hargiz o'zim hissiyat asos qilib nima qilib ketmayman. Ma'nosi aniq bo'lsin. Shunga biz o'zaro suhbatlashayotganda, o'zaro o'tirmas uqishmasliklarni adam yo'q yerda keynimizning gap qilmay oldiga chiqib lilla gap qiladigan vaqtimiz o'tirimiz uqishmasliklar tugab biz bu Sharq Turkiston mustaqil harakatimizda yangi sahiflarni ocha olamiz. Shunga men haqida har xil gaplar anglagan yo namoyish haqida va Jumhuriyat kuni xalqlash faoliyati haqida har xil gaplarni anglagan qarindoshlar o haqni degan gapni anglamay mening og'zimdan anglab taqmanlar. Men 6 yil bo'ldi, Uda Amsterdam dam maydon Sharqdan Jumhuriyat faoliyatini qutlayapman. Har xil loziklarni yaslayapman. Har xil loziklarni esyapman. Bayroq chiqaryapman, ashtash qilyapman. Men uni bitta bayroq ko'tarib berib lakin qilib qo'yg'im qilsam qilaverman. Nimishqa unda qilsam vijdonim g'urur ko'tarmaydi. Avlodlarimiz lapildatgan bayroqni men dam maydoniga dunyoga Sharq Turkistonning mustaqillik irodasini bildirish uchun shu qilib kelyapman bu narsalarni. Shunga mana narsaga savrchan bo'layli. Biz Uyg'urlar o'zaro faoliyatlarimizni qanchalik qo'llashyapmiz, bilyapmiz. Uni deymiz, buni deymiz. Har xil putoq chiqarayotgan bu har xil xushmas qilib chichidan olib ketdi. Shunga Xitoy qarshi kuchli bo'lsa-mu, hamkorlashgan kuchlar bilan qizilsizligimiz aniq, mangadigan yo'limiz aniq, qo'ygan talab nishonimiz aniq bo'lgan ekan, hamkorlash uchun bir ara kelayli. Bu strategiya, bu plan nimasida biz paranglashanmaydigan yerimiz yo'q. Shunga mening faoliyatlarim aslida men shu Amsterdam damay namoyishqonning yog'i o'zim qo'ygan talabim shu edi. Gollandiyadami hamda Turkiyadan qapqas tashkilotlar jiq. Nurg'un tashkilot va 20 tashkilot bor deydigan Gollandiyadami. Ya'ni Golland Uyg'ur tashkiloti yetarli bo'lgandan keyin bular bilan o'zaro hamkorlashyapman. Chat qaqishmay, faoliyat qo'llasa, faoliyat o'qas vaqtim chiqsa berib, bularni o'rlashgan faoliyatga taklif qilib, iloji va Xitoyga qarshi boshqa kuchlar bilan hamkorlashib, dam maydonida yoki boshqa har xil faoliyatni o'rlashtiradiganga menda bir strategik plan tuzganman. Hozirgacha shu planni bo'yicha ketyapman. Yana mush ketayotgan planimning qizilsizligim aniq meniki. Meni bilib qolaylik. Shunga men Uyg'ur tashkilotlaridan boshqa to'la talishib uni o'tmayman. Faoliyat qilib qolsa, kim faoliyat qilib qolsa, qo'l oy yulduzi ko'k bayroq qilib qolsa, qo'llayman. Shundaqlar Xitoyga qarshi barliq kuchlar bilan Sharq Turkiston mustaqilligini qo'llaydigan, Sharqdan besingan zamin ekanligini isbotlaydigan
Şerman Besanzım ekanligini e'tirof qildigan Xitoy demokratchilari bo'lsin va yoki Xitoy qarshi abad degandek boshqa millatlarga ketib qolib qolsin, bularla davomli hamkorlashma. Ya'ni bularla o'zini qurib chiqqan bir guruhisi bor, munbar bor. Biz bu ishlarni davomli birlashib, faoliyat o'rlashtiramiz. Bularning ko'pincha deydi, sen o'rlashtir faoliyatni, biz hamkorlashaylik deydi. Shunday qilsa biz tan qilaylik deymiz. Shartim aniq, qizilsizligim aniq, men ma'nosi aniq qolib chiqib qolsin. Endi ko'pincha bu yerda abadni deb qo'yib nima qildim? Kantoniya mustaqilchilari bunlar qurgan bir guruham bor. Kantoniya Sharq Turkiston do'stlik guruhi deb. Bularning taqatgan nimalarimiz bor. Bu har qatlamli faoliyatga keldi. O'zi video qilib, kameralarni ekilib, hatto nima bor, yangratqilarni ekilib, faoliyatlarga yordamlab qatnashdi. Ko'ryapmiz qarindoshlar. Bu qatim 10 bayramdagi namoyish o'tkazgan, ilgirki namoyish o'tkazgan, o'sha kim so'zlagan bo'lsa, shuning so'zlarini chiroyli video qilib kirishtirib taqdiryapti. Buni bir qo'llaganlik nimasi? Shunga bunda qo'llaganlar har qatim hamkorlikni bilib olib boraman. Hamkorlik qilib boraman. Nishon g'oyam aniq. Unda qilib qolsa, eng oxirgi bir nuqta, nima uchun bu yil Amsterdam Dam maydonidagi Sharq Turkiston Cumhuriyetining xotirlash faoliyati tuyuqsiz amaldan qoldirildi deb degan Facebook chiqarib qo'ydim. Bu nuqtaga kirmay, sizni oxirlashtirmay. Har yil Amsterdam Dam maydonida Sharq Turkiston Cumhuriyetining xotirlash faoliyatini men 2 hafta burun to'rda iltimos qilib, soqchilar bilan ko'rishib, muqimlashtirib o'tdim. Bu yilnisimi 2 hafta burun aloqa qilib, hamma siz tunugin kechda Amsterdam cho'ng bir g'avg'o chiqdi-da. Amsterdam nimada cho'ng bir futbol musobaqasi o'tdi. Gollandiyadagi, ya'ni Ajaxdan bir futbol komandasidan Isroiliyaniki bir futbol komandasi musobaqa o'ynab ekan. Bu yerda musobaqadan keyin Isroiliyani qo'llaydiganlar bilan Falastinni qo'llaydiganlar o'rtasida g'avg'o chiqibdi. Bir tal Falastin Isroiliyaning bayrog'ini qadab qo'ygan, elitib bu yerga Falastinning bayrog'ini qadabdi. Shuning bilan bu jangchilar chiqib, nurg'unga odam yorilibdi. Nurg'un narsalar chekilib, cho'ng jidallab Amsterdamda. Amsterdam shahrida shunda bo'lgandan keyin tunugin buni xabar taqibdi. Bugun Gollandiyaniki bosh ministri Amsterdamning shahar boshlig'i bu vaqtda so'zladi. So'zlamasini men nimada ko'rdim televizorda. Amsterdamning shahar boshlig'i Helisma xonim jiddiy yig'in ochib, mushu bugundan boshlab bir hafta Amsterdam Dam maydonida hozir aniq vaqtda nima emaskan, hozircha shu bir hafta deydi. Balki undan uzroq o'xshaydi. Butun namoyish cheklanibdi. Amsterdam nimasida har qanday faoliyat cheklandi deb e'lon qilgandan keyin men nimaga televizorda ko'rib bo'lgan ekan, men telefon qildim-da nimaga? Hukumatga yoki soqchiga telefon qilib Amsterdam shahar soqchiga. Ya bizning bu Cumhuriyet kuni 2 hafta burun iltimos qilgandim. Men har yil Amsterdam Dam maydonida Cumhuriyet kuni faoliyatini qutlab o'tmasligimni xabaringlar bor. Bizning o Falastin Isroiliya bilan hech qanday munosabatimiz yo'q. Bizniki biz o'zimizniki Xitoy qarshi harakatimizni oldin qo'yib olib boramiz. Men ya Falastiniki Isroilning qo'llovchisi emas, shunga meniki ashada Sharqdan Cumhuriyet kuni xotirash faoliyati bir menga shu ruxsat bergan bo'lsanglar, ishkatni birsam ruxsat bergan tanglar desam, bular deydi, Tuliganning ya Amsterdamda cho'ng jidal chiqqani uchun Amsterdam shahar boshlig'i jiddiy yig'in ochib, Amsterdamda doirasida deydi, Amsterdam shahar doirasida namoyish qilish barliq faoliyatini cheklayapti deydi. Bu qachongacha endi bu cheklama qachon amaldan qoldirilsa uni uqmaymiz deydi. Qachon amaldan qoldirilganligi bu cheklama amaldan qoldirilgan vaqtdan boshlab ana keyin namoyish qilsang bo'ladi, faoliyat o'tkazsang bo'ladi deydi. Shunga mus sabab tufaylidan Falastin bilan Isroiliyaniki qo'llovchi o'tirishini kelib chiqqan jidal sababidan Amsterdam Dam maydonidagi barliq har xil turdagi tipdagi namoyish, tabriklash faoliyatlariga cheklanib qo'yilibdi. Shu sababdan Amsterdam Dam maydonida bu yil Sharq Turkiston Cumhuriyet kuni faoliyati xotirlanmaydi. Ya'ni o'g'illikka yakshanba kuni. Yakshanba kuni soat 3 dan soat 5 gacha shu Cumhuriyet kuni faoliyati xotirlanadi. Bu qatorda Cumhuriyet kuni xotirash faoliyati qiladigan me'morlar aniqda qiladigan, ya'ni biz kelimiz deb o'zi ma'lum qilganlar.
Bizim Uyghur teşkilatları var, Uygurlar var, bular. Ondan başka Tibetler vardı, Janub Mongoliyaliklar vardı, Hong Konglik vardı, Kantonilik vardı, Jin devletidagi ularning olsun barkan. Ondan başka yani alayda yani yeni bir mehmon var. O mehmon kim o desanglar, Pokistondagi Balochiston Milliy Mustaqillik Harakatininki bosh sekretari men bilan aloqalashib, biz mana shu Cumhuriyetlik faoliyatida qatnashmaymiz deganda ular. Qatnashsang bo'ladi, sen biz Uyg'urlar bilan kurashgan vaqtida kelamiz deb, uningga qatnashishga ma'qul deganimda, afsus endi hozir endi bu hafta o'tkazilmaydigan bo'ldi. Navoda kelar hafta Amsterdam Dam maydonidagi shu faoliyatlar cheklanib amaldan qoldirilsa, balki kelar hafta Amsterdam Dam maydonida Cumhuriyet günü faoliyat o'tkazib qolishimiz mumkin. Ona shu ahvol qarab yana sizlarga uqtirish qilaman. Unda esa bugungi suhbat mishada oxirlashdi. Boshqa so'ragan bir savollar bir narsa bormi, yo'qmi? Qarasam inkoslarimi bir narsa yozilmabdi. Shunga mushu men o'rlashtirgan namoyish bo'lsin, yo Gollandagi boshqa Uyg'ur tashkilotlar hamkorlik o'rlashgan namoyishlar bo'lib qolsin va yoki Xitoy qarshi kuchlar bilan birlikda o'rlashtirgan faoliyatlar bo'lib qolsin, har xil salbiy bizniki ittifoqligimiz, barobarligimizga yaxshi ta'sir etgan gap so'zda taqilib qolib qolsa, bunday gaplarga oldirib ishonmayli, to'g'ri taqilayotgan odamning kim ekanligiga diqqat qilayli. Faqat kanallarni o'tmagan shu qolib qolsa, men badam bo'lgandan keyin chiroyli telefon qilib, ko'rishib, ahvol nima qilsanglar bo'ladi. Sharq Turkiston Cumhuriyet kuni bizningki Sharq diasporada elib berayotgan Sharq Turkiston Milliy Mustaqil Harakatining qibulnomasi bizning ruhiy o'ziqimiz. Bu kunda biz mangu unutmaymiz, mangu xotirlaymiz. Da Sharq Turkiston mustaqil davlatimiz asliga keltirib, Sharq Turkistonda bu davlat bayramini xotirlagicha biz chet ellarda bu faoliyatni izchil davomlashtiramiz. Shunga har xil bahona sabablar bilan, har xil uqishmasliklar bilan ma faoliyatni biz manda qatnashmaymiz degan mandaq gaplarga oldirib devatmayli. Bu Sharq Cumhuriyet faoliyati yalnız mening emas, butun Uyg'urlarning, jumladan Sharq Turkistonliklarniki xotirlaydigan bir simvollik kun. Bu kundan xotirlash bizniki milliy ham vijdoniy burchimiz. Shuning uchun Xitoy davlatga qarshi barliq hamkorlashgan kuchlar bilan qizilsizligimizni aniq qilgan, nishon g'oyamiz aniq bo'lgan, ular bizniki shu qizilsizligimiz hurmatga asosida hamkorlik olib boradigan faoliyatlardan qolmayli. Biz mashaga berib, orqali o'zimizning mustaqil qirasini bildira olamiz, o'zimizning gapini deya olamiz, shu maydonni kontrol qila olamiz. Buni eng tipik misol deb berdik. Bir oy burun Amsterdamda olib bo'lgan Xitoy davlatining 75 yillik qarshi namoyishda gerç namoyish o'rlashtirganlar Xitoy demokratchilari, boshqa Xitoydagi o'xshamagan guruhlar bo'lsin, maydonning asosliq faoliyatniki jonlanish ketishga bizning Uyg'urlar kuch chiqardi. Şey bağlan kalıcı Uygurluk etki. Hemimiz sözüldük, hemimiz şuartı olduk, hemimiz birbirimizni qo'llab aşağı qaldığımız için ayada başqacha ta'sir verdik. Muşu köpçülükün özüre hemkarlaşqanlıqның ifadesi. Xitoyning o'zining kuchligini bildirdik. Aşağıda Cumhuriyet günü mana Sharqdan davlat marshini qo'ysak, hamma vaqtda tiktirib anıldık mana. Birasi g'udiq-budiq qilolmadi. Biz qo'rqmay o'zimizning iliq deyasak, Xitoylar bizga kilitni oldimizga bo'ysunduramiz. Bu meçhatan faaliyetlerde ben izchil buna ko'rsatdim, amaliy harakatim orqali. Shuning uchun buning nima deydiganim, ularla hamkorlikni men ep mingiveraman, menga nishoni g'oyam, qizilsizligim aniq, ular shu qizilsizlik kelgan vaqtda hamkorlashimiz, qizilsizlikni chiqib ketgan vaqtda ular hamkorligimiz tugaydi. Boshqa bugungi suhbat mishar oxirlashdi. Boshqa yana so'ragan savollar qolib qolsa, inkos qilib qolsangizda hammangizga ko'pdan ko'p rahmat.